İkinci bab. Padişah Ahasveroshning g'azabi qaytgandan keyin Vashti va uning qilganlari ham uning ustidan chiqarilgan o'z yorliqi haqida o'ylaydigan bo'ldi. Padişahning maxsus g'ulomlari padişahga oliylari uchun yosh va chiroyli qizlar tepib keltirilsin. Bu chiroyli qizlarni Suza qalasidagi haramxonaga yig'ib kelish uchun imperiyalarining har qaysi o'lkalariga amaldorlar tayinlansin. Qizlar orada toqqanlarga mas'ul haram og'asi Hegoyning boshqarishida bo'lsin va padas mulozimati bilan ta'minlansin. Ondan o'zlariga yoqqan qiz Vashtining o'rniga xonish bo'lsin deb taklif berdi. Bu taklif podshohga yoqqachqa u shunday qildi. Suza qalasida Mordekay ismli bir Yahudi bo'lib, u Benyamin qabilasidan bo'lgan Yoirning o'g'li edi. Yoir Shimining o'g'li, Shimi bo'lsa Kishning o'g'li edi. Babil podshohi Nebukadnezar Yerusalimdan Yahudiya podshohi Yehoyakinni bir to'p odamlar bilan billa asir qilib ilib kelganda, Kishmu shularning ichida edi. Mordekayning Ester ismli bir navris singlisi bo'lib, uning İbranicha ismi Hadassa idi. U bir go'zal, kelishgan qiz bo'lib, ota-onasi tugab ketgandan keyin Mordekay uni o'z qizi qilib, beqivilib, cho'ng qilgan edi. Podshohning farmoni bilan nurg'un qizlar Suza qalasidagi haramxonaga keltirilganda, Estirmu o'rdadagi qizlarga mas'ul Hegoyga topshirildi. Ester Hegoyga yoqdi. Hegoy uningga iltifot qilib, darhol uni pardas mulozimati va alohida yemakliklar bilan ta'minladi. Shundaqla u o'rdadan 7 kenizakni uning xizmatini qilishga tanlab, Ester va ularga haramxonadan eng yaxshi joyni berdi. Ester o'z xalqi va urug' ajdodi haqida hech kimga hech nima etmadi. Chunki Mordekay uningga bu to'g'risida ig'iz ochmaslikni buyurgan edi. Mordekay Esterning hol ahvolidan xabar olish va uningga qanday muomala qilinayotganligini bilish uchun har kuni haramxona hovlisining atrofida mengib yurdi. Rasmiyat bo'yicha har bir yosh qiz Padişah Ahasveroshning huzuriga kirish uchun o'z navbati kelishdan burun 6 oy hurmatga yig'i bilan 6 oy xushpuroq atir va mayla bilan jami 12 oy pardoz qilinishi kerak edi. Qiz podshohning huzuriga kirganda haramxonadan o'rdiga nemini elib ketishni xolisa, uningga shu narsalar beriladi. Kechqurun podshoh huzuriga kirgan qiz etsi etiganda o'rdadagi haramxonaning boshqa bir bo'limiga avatlatdi. U haramxona to'qqanlarni boshqaruvchi haram og'asi shoshg'oz nazorati ostida edi. Faqat podshohga yoqqan, ismi atab chaqirilgan qizlar qaytadan uning huzuriga kiralatdi. Abixayilning qizi Esterning, ya'ni Mordekay beqivogan o'zining bir navris singlisining podshoh huzuriga kirish navbati kelganda, haram og'asi Hegoy uningga nemini elish haqida taklif bergan bo'lsa, shuni oldi va boshqa hech narsa so'ramadi. Esterni ko'rganlarning hammasi uni yoqtirib qoladi. Shunda qilib Ahasverosh imperiyasining 7-yili 10-oyda, ya'ni Tabat oyida Ester podshoh Ahasveroshning ordisiga keltirildi. Podshoh Esterni barliq ayollardan yaxshi ko'rdi. U podshohning iltifoti va amroqligiga barcha qizlardan ortiq sazavar bo'lg'ashqa, podshoh uning beshiga xonishlik tojini kiydirib, Vashtining o'rniga xonish qildi. Keynidan podshoh hamma oliy amaldorlari va baglariga Ester sharifi uchun bir katta ziyofat berdi. Hamma o'lkalarda bayram e'lon qilindi va sexiylik bilan hadiyalar berildi.
qizlar ikkinchi qitim haramxonaga yig'ilganda Mordekay ordida mansabga erishgan edi. Ester Mordekayning topilishi bo'yicha o'zining xalqi va urug' ajdodi haqida yanila hech kimga hech nima aytmadi. Ester Mordekayga uning tarbiyasidagi vaqtida bo'ysungandek bo'ysunatdi. Mordekay ordida xizmat qilgan mezgilda orda darvozasida ko'zatchilik qiladigan Bixtan va Tarash ismli ikki haram og'isi bo'lib, ular podsho Ahashveroshga intayin g'azablanib, uni o'ldirib etishni qasdlab yuratdi. Mordekay bu suiqasdni bilib qilib, xonish Esterga ma'lum qildi. Ester bu ishni Mordekayning nomida podshohga yetkazdi. Tekshirilish orqali bu ishning rostligi isbotlangandan keyin bu ikki kishi dorg'i isib o'ldirildi. Bu vaqa imperiyaning tazkirasiga podshohning ko'z oldida yezib qo'yildi.